Hazreti Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar: "Laqitu Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu faqultu lahu min ayna ji'ta ya Muaz? Qal ji'tu min 'indi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Faqultu ma sami'ta minhu? Qal sami'tu man qala la ilaha illa Allah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah wa man sama yawman min Rajab yabtaghi bihi wajha Allah dakhala al-jannah." ثم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أن معاذا أخبرني بكذا فقال صلى الله عليه وسلم صدق معاذ dediler. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu men dedilar Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu bilan ko'rishib qoldim. Qandan kelyapsiz deb so'radim Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan. U zot men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlaridan kelyapman. Ha, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan nima nasihat eshitdingiz? Nima nasihat qilib berdilar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim la ilaha illalloh deb Allohning vahdoniyatini yakki ekanligini isbot qilib, xolis qalbidan ishonib aytsa, shu odam jannatga kirar ekan. Shuni eshitdim dedilar. Kim Rajab oyida bir kun roza tutsa, Alloh jalla va aloning rizoligini topgan holatda u ham jannatga kirar ekan. Shuni eshitdim dedilar. Ikkita narsani aytayaptilar. La ilaha illalloh deb Allohning vahdoniyatini isbot qilsa jannatga kiradi. Rajab oyida bir kun roza tutsa jannatga kiradi. U tutayotgan rozasida ham Allohning rizoligini umid qilib tutsa. Hazrati Anas ibn Malik radhiyallohu anhu men bu gapni tasdiq qilishlik uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga o'zlaridan so'rayman deb bordim. Muoz menga shu gapni aytdi, yo Rasululloh. Shu gap to'g'rimi? deb huzurlarida ikki narsani so'radilar. La ilaha illalloh degan odam jannatga kirar ekan. Rajab oyida bir kun roza tutgan odam jannatga kirar ekan. Shu to'g'rimi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muoz to'g'ri gapiribdi, to'g'ri eshitibdi dedilar. Rajab oyidagi bir kun roza muhtaram jamoat. Mana hozir bir haftacha qoldi-da tugashiga ham. Bir kunga tutilgan roza qabr azobini qaytarar ekan. Savban radhiyallohu anhu dan bir hadis bor. Sahobiy ikromlar bilan Savban radhiyallohu anhu aytadilar, billa ketayotsak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrda to'xtadilar, qabristonda o'tib ketayotib to'xtadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qabrda bo'layotgan holatni Alloh bildirar ekan. Aytdilarki, mana bu qabr ahlidagi odamlar hayoti dunyoda Rajab oyida bir kun roza tutganlarda edi. Hozirgi vaqtda qabrda azobni ko'rmagan bo'lar edi dedilar. Demak, bir kunga siz men bizni tutadigan rozamiz, o xoh nafil bo'lsin, xoh qazo bo'lsin, Rajab oyida bir kun roza tutib qo'yilsa, inshaalloh siz va bizlarni ertangi Allohning huzuriga borganda qabr azobidan najot topilishlikka sabab bo'lar ekan.